Oktagon urush boshlabdi, o'rtoqlar. Videosini ko'rdinglarmi? Men bir o'zim edim, hech kim talpa qilmadi, hech narsa bo'lmadi deb bu yoqda Kamil Kalamushga o'xshab, bir o'zi edi deb gapiribdi. Ko'ramiz. Endi qara. Sen Erki Bulanni videosida anaqa bilan liga bilan qo'ygan videosida chiqayapsan-da, Odilxonni bir o'zi edi, ikkalasi bir o'zida razborlashdi deyapman. Sen yujeli eshitmading ham, ko'rmading hammi menarga axrana bolani chekiga tortib turib ana bu bir soqdan gazavat qilib, mana qilib ugroza. Yujeli ko'rmading sen, eshitmading hammi? Inson bo'lsang-ay. O'zim o'sha yerda shok hastayaniga tushib qoldim. Menga bitta uloqchida telefonim 2 o'rdacha bilan sinib ketgan telefonim. O yerda nima bo'ldi, mendan so'radi, aktivni so'radi. Kim bor edi dedi. Men aytdimki, Odilxon bor edi, men bor edim, Erka bilan bor edi dedim. O'sha yerda turganimda. Hop. Danish o'sha bilmayman nima bo'ldi, Ya bilmasang nega faqat Odilxonni o'zi edi deysan? Menga alam qilib ketdi-ne. Odilxonni o'zi edi, uni boshqa hech kim. Men aytdimki, Odilxon men Erka bilan bor edik dedim. Urdi dedim. Uni qo'ymagan ular, u videoni qo'ymagan. Qo'ydi. Yo, u video men aytganimni qo'ygan yo'q. Aktriska qilib qo'ygan. Na, qirqib turib qo'yganda sen ana Odilxon bilan o'zimiz edik deb. Meni ichkariga ular tortib ketishganini ko'rdingmi? Meni ular ichkariga tortib ketishganini ko'rding-ku, bu yoqdaligida to'xtarlar. Talpolim ko'payib. O'zining mamlakati, o'zining uyi. Misol, u ham O'zbekistonga kelsa, sen urmaysan-ku, urmaganing sababi sen hurmat qilasan, O'zbekistonni hurmat qilib, mehmonni qani uraman deysan. Lekin u urdi. Uni mendan kutgan yo'q. Bu yerda mana shunaqa bo'ldi degan narsalaringga qirqib tashab turib, bu yoqda sen qirqib kerakli joylarini qo'yib olgan. Yo'q, baland sartifda urib tashladim-ku erkak. Bular xuyit qildim men. Yo'q. Idin naxuy dedi, sartifda idin naxuy dedi. Hech nima deyolmaydi Oktagon. Shunchalik zo'rmi bu? Oktagonning bo'llari keldi-ku, eskaman hammangni dedi. Endi yemmadi. Mana shu yerlarga quyib qoldim men. Ne quyasi dedim. O'tibdi dedim, urgin dedim. Sartifika bir debdi. Bana sen tepganda bor-ku. Talpa qilib tashladi. Sartifika tep idinaxu dedi sartifika. Qolgan bola, bilgan Oktagon bola bunday chiqdi-ku. Hammangni eskaman dedi. Idinaxu dedi. Shunisilar quyib qoldim. O'rzakon ekanda bu, ha, shunchalik. Chiqoq. Men politikani ko'rsak tushuntiraman senga. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mayli bular 100 kishidir, 200 kishidir, bir jamoa bo'lib turib, bitta odamni shunday bir chetga chiqarib yuborish yoki yomonlikqa chiqarish osondir, lekin Xudoyim ko'rib turibdi. Bu narsalarni ko'rgan, bu faktlarni, bu narsalarni qirqib, uyushtirgan, o'zlarini oppoq qilmoqchi bo'lgan odamlardan rasmiy, chiroyli javob kutib olamiz. Ramazon muborak bo'lsin. Men to'g'risi Erki Bulanni O'zbekistonda kutaman. Olasizlarda uni kelib, O'zbekistonga kelib. Biz Najdanka bilan kutmaymiz. Biz osh bilan, chiroyli iftorlik bilan kutamiz. Shunaqa ekan, davom etamiz.